Neç puldan bo'ldi bu? Assalomu alaykum. 3.800.000 so'mdan bo'ldi. Assalomu alaykum Toshkent 111 chorva yutib shoxchilari. Mana bugun Platina bozoridamiz. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi Sho'roq mol bozorimiz, Platina mol bozoridamiz. Huzur minbori. Mana hozir kirish jarayonida istaganlarda turibmiz. Tesla 2025-yil 9-mart. Assalomu alaykum. 22 Mart. Obunachilar mana ro'za o'ylagan kunlar. Nech pul bo'ldi bu? 21 bo'ldi. 21 million. Ehsonga barakasini. Buchi? Nech pul bo'pti? 20. Bu baraka anaqasida emas, bu Toshkent kirib ketganligimiz bu. Bo'stonliqqa kirib kelamiz obunachilar, shunga sal yorug'dan kontent qila qoladigan ishorada odamlarni. Bu nech pul bo'ldi bu? Salom. 3 million so'mdan bo'pti. Bular nech puldan bo'ldi aka bu? Salom alaykum. Ha? 2 million so'mdan 6 million bo'ldi. Bucha nech pul bo'ldi bu? 2 million 600 ming so'm bo'pti. Bu qo'zi nech pul bo'ldi? Ha? Nech pul bo'ldi bu? 1 million 300 ming so'm, barakasini bersin. Bu ona bola nech pul bo'ldi bu? Salom alaykum. 3 million 300 berdi. 3 million 300 ming so'm bo'ldi. Ha, nech pul bo'ldi bu? 3 million 750 ming so'm mana ona bola. Mana. Bucha nech pul bo'ldi bu? Barakasi nech pul bo'pti buni? 3 million so'm qilishadi. Ha, bu nech pul bo'ldi? Nech puldan bo'ldi? 23 million so'mdan bo'ldi. Mana 4 ta ekan. Barakasini bersin. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana chiqarish yo'llarini so'nggi qonimiz o'zingizlar ko'rasizlar. Bu nech pul bo'ldi? 23 million 300 ming so'm bo'ldi. Zo'r bo'pti lekin. Arzon bo'pti. Olib kelishyapti chunki endi ertalab bo'pti mana. Nech pul bo'ldi bu aka? 8,5 milliondan bo'ldi. Nech pul bo'ldi? 21 bo'ldi. Nech pul bo'ldi? 18 million so'm. Ha, mana o'zingizlar ko'rayotganinglarda aka. Nech pul bo'ldi? 8,5 milliondan bo'ldi mana obunachilar. Bu nima qilamiz? Barakani birinchi ovora qolaymikin yo'ki endi barakaga hali ancha voqlaydi. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi mana kassal narxlari bemalol tanishib olishingiz mumkin. Mana kassal bu yerda erta kech bemalol savdosi baland bo'ladigan joylar. Nech pul bo'ldi bu? 15 million 600. Obunachilar, sizlarga yana bitta narsani aytib o'taman. Bu yerda mana bu chiqarish yo'lida turamiz. Bu safar hozir syomkalarimizni mana bunaqa kichkina buzoqchalardan bor. Nech pul bo'ldi bu, aka? Nech pul bo'ldi? Ha? Nech pul? Bu nech pul ekan? 13 million 800 ming so'm bo'ldi. Mana obunachilar kichkina buzoqchalar. Bu tab dalas chiqyapti. Bu nech pul bo'ldi bu? 5 million. Aka, chiqasizmisiz jon aka? O'z mana shu yerga katta pul taxminan 80 atrofida. Ma'muli 90. Shu ko'rdim, zo'r o'tdi, barakasini bersin. Obunachilar oyoq qo'yishga joy yo'q. O'shanga hozir qo'limizdan kelgancha buzoqlarni kommentariyada yozganinglarda chiqarib o'tamiz, lekin to'g'ri shunga holatda inovatga olishinglarni so'raymiz, iltimos qilamiz. Bular nech pul ekan, aka? Bular nech puldan ekan? 8,5 million aka. 8,5 million so'm. Mana g'unochilar. Mana bozor nech pul qildi? Bozor endi keldi aka. Bo'yi taxminan 1 metrdan sal balandroq bo'lishi mumkin atrofida. Telefon nomer qo'yamiz. Sotilib ketadi aka. Sotilib ketadi. Hozir bozor odamga qarang, odam g'ashi bo'yi. Buni hozir men sodasini olaylik. Nech pul aka? 10 million so'rabdi. 10 million. O'zingiz nech pul so'rayapsiz? Nech pul so'rayapsiz?
12. 12 milyon so'm so'rashadi. Neç pulga bo'ldi? 10 milyon. 10 milyonga bo'ldi. Barakasini bersin. Bu neç pul bo'ldi aka bu? 12,5 milyon so'm. Mana bu aka salomlayın. Neç pul bo'ldi bu? Olmaymasizlar. Yo'q dotdi. Mana obunachi. Bu neç pul ekan bu? 5,5. 5,5 milyon so'm bo'pti mana obunachilar. Bozor neç pul qildim? Oldu. 6 milyon so'm bo'pti mana. Buni oldingizmi siz? He. Barakasini bersin. Bular neç puldan bo'pti? 4,6 bo'ldi. Qaysi? 4 milyon 600. Olib 4 milyon ketaman. 600. Zo'r bo'pti. Bu qachonmi? Yo'q, urg'och. Neç pul ekan bu? Savdosi bo'lib turibdimi? Nima bo'pti savdo qilmasdan o'zi? 8,5. 8,5 milyon so'm mana qorasiga qilib berishgan ekan. Qancha? 8,5 milyon so'm. Erkekka? Urg'ochi qoldi. Ha, aka bu neç pul so'rayapsiz bunga? Salom alaykum. 7,5. Ha, neç puldan bo'ldi bular? 8 ga 11 bor. Bozor neç pul qildi aka buni? Bu neç pul bo'ldi? Telefon nomer qo'yveramiz? Yo'q, ishotdi. Mana men yozdim. Neç puldan ekan bular? 9 milyondan bularchi? 6,5 ga. Bular mana 6,5 milyon so'mdan deyishyapti mana. Bo'yi taxminan 1 metr atrofida keladi. Undan balandroq kelmaydi bular. Bularniki 1,90-85 atrofida keladi. Mana. Yaxlit kadrga tushib, bu odam. Qancha mana? 7,5 milliondan so'rayapti bu mana. 7 milyon. Ha, kichkinalarnikini kadrida bu. 7 milyon. Qo'yamizmi nomeri? Hali televizorda ko'ramiz. Voy, billat mashina. Yasha bilaman, bulardan ko'p oldi berdi qilardi. Bular nech puldan ekan bular? Xos. 7 milliondan 7 milyon so'mdan ekan mana. Ha, bularchi? 9 milyon. Orqalari zo'r ekan, lekin oldin odam men boqib ko'rganman, lekin juda ham maza qiladi. Bozor nech pul qildi? 82 manat. Telefon nomeringizni qo'ying. 94lik 615 55 27. Mana obunachilar navbatdagi sini ko'rsatib o'tamiz, lekin holatlari juda ham zo'r holatlari. Nech bilan so'raysiz? Assalomu alaykum. Kelasi 23 lira. Qaysi biriga? Kelasi. Ha, bunga 23, Bunga 9 kami bor aka hammasi. kami bor deyishyapti. Kuyi suyog'iga o'ptimiga nech bilan berasiz chalasini? Aka telefoni 20 million qildi. Mana 8 million ishga berdi. Ya o'ptimiga bitta joyga olaman deganlar. Biz o'tib beramiz aka. O'tib berasiz. Telefon nomeringizni aytib boring. 93 aka 518 0042. Mana shu nomerga telefon qilinglar, mana orqalari bilan. Shiriylari bor. Bir telefon qilaverishgan. Bemalol telefon qilinglar, mana orqalarini ko'ringlar, to'rtburchak holatda mana hammasini yelimlari bilan ko'rsatamiz. Bemalol holatlar. Bo'yi taxminan keladigan bo'lsa 1 metrdan oshiqroq chiqadi. Kommentariyada yana so'kib yozmanglar, sen so'ramabsan u deb. Dastlabki xizmatlari bormi? Bor aka. Dastlabki Toshkent bo'yicha bor. Toshkent viloyati bo'yicha bor deysiz. Toshkent. Nech pul so'rayapsiz bunga? Nech puldan bular? Salom. Bu qanchalarmi bular? Ikkalasi 14,5. Ikkalasiga mana 14,5 dan so'rayapti. Bo'yi taxminan 1 metr atrofida keladi. Bozor nech pul qildi? 14dan 200 o'tirib. 14dan 200 o'tirib. 13 million 800 ming qildi. Bermaysizmi? Telefon nomeri nechi edi? Shartnomasi telefon nomeri. Bular nech puldan ekan mana kichkinalar? Assalomu alaykum. 8 million so'mdan mana so'rashayotgan ekan. Bunisi-chi? Bu siznikimi bu? Mana obunachilar yana bittasi qo'shildi. O'shanda buni hozir 4 tasini bittada savdo qilsanglar ham bo'ladi. Kelishtirib beriladigan joy bor, yana dastlabki xizmatlari ham bor. Buni ham mana orqalarini ko'rsatib o'tamiz. Orqalari ham tamam. Rahmat, yaxshi.
Daha telefon nomeri koyaramizmi? Necha? 88 lik, 546 55 41. Ha shu nomerga telefon qiling. Bu nech pul bu? 7. 7 million so'mdan so'rashyapti mana obunachilar orqalari bilan ko'rsangiz. Bu 90 santimetr atrofida keladi, 1 metr kelmas ekan. Ikkalasiga bittada savdo qilishdimi yo'qmi? Qilishmadi. Qilishmadi. Qilmasa YouTube orqali sotamiz. Telefon nomeringizni ayting. Telefon nomeri 99 lik. 870 38 43. Mana shu nomerga telefon qilinglar. Bular salonlarga nech pul bo'layotgan ekan bular? Nech puldan sotildi? 10 million? 5 million so'mdan 10 million so'm bo'libdi. Bu qachon urg'ochimi? Urg'ochi, buni hozirda deyapti. Bu sotilgan variantlar uyingizda bemalol agar bo'lsa solishtirib olishingiz mumkin. Bu bo'yi 85-90 atrofida keladi. Bu-chi? Nech pul ekan bu? 7dan 14. 7da shundoq bo'ling mana shu. Mana. 7dan 14 nishatdi. Ranglari ham juda ham yaxshi. Bahor keldi, mana hozir bahorga bemalol dalaga boylab qo'yib, quruq o't bilan bemalol boqsanglar, bilib kuzga borib shundalicha o'zi qo'cha-mochon o'zi bilan ham bemalol 3 barobar qimmatga sotsanglar bo'ladi. Nech telefon nomeringiz nechi? Yo'q, telefon ustida. Jo'mi? Faqat bozordan topadimi sizlar? Men telefon ustida. Sizdachi? Yo'q, deyshot. Mana sizni ko'rsataylik. Nech pul ekan bu? Assalomu alaykum. 8 million so'm so'rashyapti. Bozor nech pul qildi? 70 pul bo'ldi. Bermaysizmi? Bermadim deyishyapti mana. Telefon nomer qo'yamizmi? Yo'q deyishyapti. Bular ma'mulari ham bor, endi bularni olingan so'ng, hammasi olingan narxlar. Bular sizlardanmi? Nech puldan oldinglar aka? Nech pul? 8,5 million. Mana 8,5 million. Bular kichkinalar nech puldan bor? Haligilar 9,5 kami bor. 9,5 milliondan kami bor. Shundan o'tib oling. Ro'za ham prosta kadrni to'xtatmaganimga noto'g'ri tushunmaysizlar. Buni nech puldan so'raysiz? Buni 8,5 so'rayapti, 72 paytginaga. 7 million 200 ming so'm qilishayotganiga 8,5 million so'm. Buni sen nech pul so'rayapsizlar? Aka salom. Jupiga 17. Jupiga 17,5 million. Nomer qo'yaramizmi? Nomer 97 lik. 655 55 44. Mana shu nomerga telefon qilinglar obunachilar. Hozir obunachilar mikrofonim bor, mikrofonga qo'yadigan bo'lsak, ozgina mikrofonda chig'irlab ketib qolyapti, o'shani qo'ymayapti. Bular nech puldan? Salom alaykum. 8danmi? 8 milliondan donasini so'rasa, eng kichkinasi-chi? 5 million so'm mana. 5 million so'm kichkinasi, yo'la 8 million so'mdan. Bozor nech pul qildi? Bozor 73. 6 million 300 ming so'm mana hammasiga. Nomer qo'yamizmi? Yo'q, nomer shart emas. Assalomu alaykum, hormat, yaxshisiz. Nech pul so'rayapsiz bunga? 6,5 million so'm so'rashayotgan ekan. Mana shunaqa rangliklar qo'yib qisqatganlar bo'lsa. Nomer qo'yamizmi? Yo'q, nomer qo'yamiz. Yo'q, nomer yo'q. Bular nech pul so'rayapsiz? Assalomu alaykum. Bunisiga 10 million so'm, bunisiga 8 million so'm so'rashyapti. Mana obunachilar 1 metr 90 1 metr atrofida keladi. Buni xos savdosini, barakasini qilib turishibdilar. Bular kichkinalar nech pul? 6,5 million so'mdan so'rabdi. Bu kichikroqchi. 5,5 million. 18 million so'm bo'ldi. Nomer qo'yaramizmi? Shart emas, shart. Bu ya Toshkent. Bular sotildimi? Nech pul bo'ldi? Erkak 19 million 400 bo'ldi ikkalasi. Bu qachalar mana 14 million, 19 million 400 ming so'm bo'ldi. Bular nech pul bo'ldi bular? Assalomu alaykum. Nech pul so'radi? Bularchi aka, assalomu alaykum. Nech pul so'radi? 8 million so'mdan so'rashayotgan ekan. 8 million so'mdan so'rashadi. Nech pul bo'ldi bu? Nima?
Nomer qo'yamizmi? Nomer. Telefon nomeri qo'yamizmi? Yo'q desha. Salom alaykum. Bular necha puldan ekan? Necha puldan ekan? Mana hammasi 7,5 million, 8,5 million, nabi yo'q. Nomer qo'yamizmi? Shart emas shotda. Bular necha pulga olindi bu? 8,5. 8,5 million. Lekin mana shu zo'r ekan. Aka siz ham uyga kelasizmi? Ha, boraman. Necha puldan so'raysiz aka bularga? Ha? Chalasiga. Bular 8,5 da, bu 7,5. Ha, mana shuni 7 million, bularga 8,5 million so'mdan qo'yishasiz. Sal xiraroq bo'lib qoldi, chunki ozgina ekranda stop kadr qilgandan keyin shunaqa ahvol bo'lib qoladi. Mana hozir boshqatdan ko'rsatamiz. Bunisini 7,5 ga otdingizmi? 7,5 million, anunani 8,5 million, nima shunaqa so'rashyapti. Bularni bo'yi 1 metr, bunisiniga 90. Telefon nomeringizni qo'yib yuboringlar, nechi edi? 122 90 Mana shu nomeriga telefon qilinglar. Bittada olganlarga quyisi yo'qga necha puldan berasiz? 8 dan. Bularni mana oxirigacha olingan, lekin uni egalarida yo'q. Bular necha puldan ekan bular? Narxini aytingchi bo'lmasa. Ustasigami? Ikkalasini 15 bo'lsa sotaramiz. Lekin nomerni aytib ketdi. Ya, bormi? Necha? 328 77 10. Mana shu nomerga telefon qiling, lekin boqsanglar zo'r bo'ladi. Kelajagi bor. Bu 3tasi, 4tasi necha pul buni? 9ta? 9. Bozor necha pul qildi? 7,5 dan. Mana. 7,5 million so'mdan xudobilachilar. Bo'yi 1 metr. Bozor telefon nomer qo'yamizmi? Shart emas. Obunachilar keyingi bozorda ko'rishguncha xayrlash qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kommentariyani iloji boricha baqalatni yaxshi so'zdan yozishinglarni, obunani to'xtatmasdan bosishinglarni so'rab qolamiz. Keyingi bozorda ko'rishguncha xayrlash qolamiz. Reklama xizmatlari ham bor. Bemalol reklamalarga chaqirsanglar, qo'ldan kelgancha xizmatinglarni qilamiz.